Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Toshkentdan Moskvaga deb aytamiz avtobuslar. Nimaga doim men avtobusni sizlarga gapiraman? Avtobuslarda asossiz, ya'ni подозрительный лицо degan narsa bo'lmaydi va avtobusda siz подозрительный лицо bo'lib qaytib kelmaysiz. Keyin Sagarchin tamoynilarda отпечатка пальца degan narsa bo'lmaydi. Borasizlar, Sagarchin borasizlar, pasportni berasizlar, biometriya, ya'ni litsoyimizni ko'radi. Shu litsoyimizda siz familiya eski boshqa danli o'zgartirilmagan bo'lsa, sizni muammosiz o'tkazib yuboradi. Samolyotda ko'p insonlar birinchi marta chiqayotganlar ham qaytib kelyapti. Nimaga? Asossiz o'zi ham bilmaydi, подозрительный лицо deb qaytarib yuboradi. Bizda avtobuslarda bunaqa narsalar yo'q. Shuning uchun biz ko'p insonlarga pulingizga kuyib qolmang, kuningizga kuymayng deb avtobusda ketdilar deyapmiz. Avtobuslarimiz davlat nazoratida Transport vazirligi hisobiga olingan avtobuslar hisoblanadi. O'zbekiston rossiyskiy nomerdagi avtobuslar. IP Kadirova hamda UzAvtotrans Lans avtobuslar. 20 yildan ziyod vodiylarimiz xizmat ko'rsatgan vodiylar hammaligi staji o'ta ham kuchli. Sizlarni cho'tki 2,5 sutkada avtovokzal Kateniki, metro Kateniki yetkazib boradi. Tanlovda adashmang, eng yaxshilari sizlar uchun. Hammaga rahmat.